Bu er-xotin 10 yil qattiq ishlab, oxiri 3 kvadrat metrlik kichkina xonadon sotib olishdi. U shunchalik kichik ediki, xuddi tobutga o'xshardi. Hatto oddiy karavot ham sig'masdi. Shuning uchun ular yog'och taxtada uxlashga majbur bo'lishdi. Har kuni ertalab ular bel og'rig'i bilan uyg'onishardi. Oxiri ular chidolmay hamma narsani qayta loyihalashga qaror qilishdi va qulay uy o'zni chaqirishdi. Avval ular burchakni kichik hammom qilish uchun kafel bilan qopladilar. Ular devorga oynali rakvina o'rnatib, pardoz buyumlarini deraza tokchasiga joylashtirdilar. Uning ostiga devorga osiladigan hojatxona o'rnatdilar. Yoniga kir yuvish mashinasini sig'dirishdi. Kiyimlar yuvgandan keyin darrov kiyilsin deb cho'milish uchun dush ham bor edi. Hududni ajratish uchun tashqariga buklanadigan shisha eshik o'rnatildi. Devor bo'ylab kichik divan qo'yib, orqasiga javonlar o'rnatdilar. Hayotga rang berib, qarshi tomonda ko'p funksiyali shkaf yasadilar. Pastki qismida ikkovlarining kiyimlari saqlanardi. Yuqori qismi ish va ovqatlanish stoli vazifasini bajaradi. Ishlatilmaganda u chiroyli tarzda yig'iladi. Yuqori tokchada ularning sharob to'plami joylashgan. Yonida past javon, bir tomonda idish-tovoq, boshqasida poyabzal saqlashardi. Tepasida ovqat pishirish uchun induksion plita o'rnatilgan edi. Yuqorida devoriy shkafda oshxona anjomlari saqlanardi. Shkaf ostiga harakat sensorli chiroqlari o'rnatilgan. Tunda ovqat pishirish oson edi. Eshik orqasidagi panelda mayda asboblar tartibli joylashgan. Karavot uchun metal ramka yasab, uni yog'och bilan qoplashgan. Devor bo'ylab suyanish uchun yumshoq yostiqchalar qo'shishgandi. Ustiga to'shak qo'yib, karavotni yakunladilar. Bosh tomonidagi shkafda pijamalar saqlashdi. Tagida tumbuchka vazifasini bajaruvchi kichik g'aladon bor edi. Hatto kichik zina va himoya panjarasi ham o'rnatishdi. Endi bu 3 kvadrat metr xonada barchasi mujassam. Oshxona, hammom, karavot, ish joyi, ixcham, aqlli joyda zarur narsalarning barchasi mavjud. Uy jihozlari, mebellar va eng so'nggi uy dizaynlari va uy oldi sotisi uchun Qulay Uy.uzga obuna bo'ling.